Leksiyimizde davamlaştırımız hürmetlik vatandaşlarım. Amerika harbiy parxodlarının Tayvan portida to'xtashiga ruxsat qilish. Amerika davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi kirgizildi. Mavzuli xabar 9-ayning 19-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi bir parcha qonun loyiha ma'qulladi. Loyiha Tayvanning bir qism talablariga jumladan Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligi Amerika Tayvan harbiy parxodlarining o'zaro har qaysi davlat portida to'xtashiga doklad tayyorlashga berib ketildi. Kengash palatasi haftaning 1-kuni kechki 89 parcha biletning qo'llashi va 8 parcha biletning qarshi turishi orqali 2018-yillik moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish loyihasini ma'qulladi. Bu qonun loyihada Amerika harbiy parxodlarining belgilangan muddat ichida Kaohsiung porti, Tayvan va boshqa portlarda to'xtashiga ruxsat qilishni asliga keltirish talablariga hamda Tayvan harbiy parxodlarining Hawaii, Guam qatorliq Amerikaning harbiy portlariga kirish talablariga ruxsat qilish talab qilindi. Undan boshqa Kengash palatasi bu qonun loyihasi yana Tayvanning suvosti urush qilish iqtidorini o'zi yetildirish, jumladan suvosti parxodlari sominasi Tayvan Amerika armiyalari o'rtasidagi hamkorlik munosabati va strategik hamkorlikni taraqqiy qildirishni Amerikaning qo'llashi o'rtaga qo'yildi. Avam palatasi bu qonun loyihasini 7-oyda ma'qullagan. Biz buni vaqti sizlarga yetkazib qo'ygandik, siya qilib vatandoshim. Ikki palata loyihasi o'xshash bo'lib o'ttirg'i chiqqandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti imzo qo'ygan ahvolda o'nimda qonun bo'ladi. Avam palatasi bu qonunni ma'qullagan 7-oyda Jungo qattiq norozilik ifodalab, qonun loyiha Amerikaning bir Jungo siyosatiga xilop Jungoning ichki ishlariga aralashganligini deb ko'rsatdi. Yani bir tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlari Kengash palatasi ma'qullagan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasi xarajati qonun loyihasi Amerikaning harbiy xarajatini zo'r darajada yuqori ko'tarib, davlat mudofaa xomchotini 100 milliard dollarga ko'paytirdi. 2016-yilda 600 milliard 700 milliard dollarga ko'paytirdi. Kechiringlar, 2016-yilda 600 milliard 190 million dollarga solishtirganda ro'shan ko'paygan bo'ladi. Chaushanda yadro qurollari krizis bo'layotgan bir paytda bu qonun loyihasi yana 8 milliard 5 million dollar Amerikaning raketa mudofaa sistemasini kuchaytirish uchun tasdiqlandi. Jungodan yiroqlashishni tezlatish Tayvan Mongol Tibet komitetini amaldan qoldirdi mavzuli xabar. Bu yana bir xabar juma. 8-ayning 13-kuni Dovitor betida e'lon qilingan Tayvan Ma'muriy palatasi 8-ayning 17-kuni 2018-yillik markaziy hukumat hamchotida Mongol Tibet komitetiga munosabatli hamchot amaldan qoldirildi. Ma'muriy palatada Mongol Tibet komitetini planlash 2017-yilning oxirida chiroq o'chirdi. Hozir bu sohada ishlayotgan ishchi xizmatchilar madaniyat bo'limiga va Ma'muriy palataning qarmog'idagi quruqlik ishlari komitetiga yetkazildi. Aslida Mongol Tibet komitetiga ajratilgan xomchot va xarajat madaniyat bo'limi va quruqlik komitetiga taqsim qilib berildi. Madaniyat bölümüde Mongol Tibet Madaniyat Merkezi tahsis qilindi. Quruqlik komiteti bo'lsa, Mongol Tibetning ahvoliga bog'liq ishxona ishlari bartaraf qilindi. Mongol Tibet komiteti allaqachon o'zgartirilgan. Agar Mongol Tibet komiteti tashqi ishlar ministrligiga yetkaziladigan bo'lsa, bu ish baksazgor siyosiy ish bo'lib qoladi. Mongol Tibet komiteti tashqi ishlar ministrligiga yetkaziladigan bo'lsa, demak bu qadamga az qolgandek turdi vatandoshim.
Tekshirish komitetidan Jang Wen-an mundaq ko'rsatdi. Mo'ng'ul Tibet komiteti alayida siyosiy ahamiyatiga. Tayvanda Mo'ng'ul Tibet komiteti Gomindan qachon tizimladi, buningga bir tarixni yasab chiqadiganida buningdan qat'iy nazar Manchingdan qolgan odat deyishi mumkin. Manching hukumatidan qolgan odat deyishi mumkin. Shunga Tayvanda Junhua Mingo hukumatining palatasi, ma'muriy palatasi Tayvan komiteti bo'lganligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining Tashqi ishlar ministrligidimi Tayvan komiteti, Mingzanghui Wanhui deydigan bir komitet. Bunun nima uchun Xinjiang yo'q deyishinglar mumkin. Bular başta Xinjiangni u yani bu yani boshqacha Tibet yani boshqa deganda nima olimini. Boshqa asalliq millatlarni boshqa deganda qilibdi, bu tarixni yasab chiqqanlik. Nima uchun Xinjiang yo'q? Mao Zedongning kitoblarini asaridan o'qigan odamlarning esida borki, Mao Zedongning bir parcha maqolasi bor. Tanlangan asarlarining qatorida uning maqolasi nima desanglar, Shanganning biyanchi. Shanxi, Gansu, chegara rayoni. Demak, Shanxi, Gansu, chegara rayoni qaysiga nisbatan chegara rayoni? Masalan, buningda Gansu Xinjiang o'lkasiga Xitoyning tilida. Amaliyati mustamlika o'lka, mustamlika davlat Xinjiang Uyg'uristonga chegara rayoni hisoblanadi. Demak, Mao Zedong buni chegara rayoni deb atagan ekan, demak, buning sirtidagi, chegaraning sirtidagi mustamlika Uyg'uriston allaqachon o'z oldiga ish ko'radigan bir davlat deb atagan bu. Hozir shuning uchun Kuomintangmi ham buni alaqa Mo'ng'ul Tibet komitetining qatoriga Xinjiang degan ismni kirgizolmagan. Mao Zedongmi ham ayni vaqtda o'zining xiyolida yo'q. Stalinning bu davlat, bu o'lkani Xitoy qo'sh birish xiyolidimi yo'q Mao Zedong deganning. Masalan, 45-yildan burun mushunda xiyolni Mao Zedong qilib baqqanmi yo'q? Buning o'zim bir gap. Eg'izli gap bu bosh gapliki, uning xiyolida yo'q. Bugun Tibet nima? Tayvan Mo'ng'ul Tibet komitetini bekor qilgan ekan, bu mustamlikchilikni bekor qilganlikmi yoki? Agar Tayvan mushu qadamni bosadigan bo'lsa, Mo'ng'ul Tibet komitetini Tayvanning tashqi ishlar ministrligiga bir ishxona qilib qo'ydigan bo'lsa, demak, Tayvan mustamlikchilikdan voz kechgan bo'ladi. Shu qatorda Tayvanga yana bir jumla qo'shib qo'yaylikki, vaqt yetdi. Sizmi ham vaziyatni tunib turyapsiz, Tayvanlik apandilar, Tayvanlik hukumat, Demokratiya Taraqqiyot partiyasi hukumati, sizning mas'uliyatingiz Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni, Xinjiang o'lkasi degan ismlarda mas'uliyatingiz oz emas. Birinchi qatimliq shartnoma Kuomintang hukumati bilan imzolangan Xitoy shartnomasi. Endi bu arxivni ochadigan, buni varaqlaydigan vaqt keldi. Tayvan Mo'ng'ul Tibet komitetini hozir bekor qilib siz amaldan qoldiribsiz ma'muriy palatada. Ondaqda 45-yili 2-oyning 14-kuni Kuomintang hukumati bilan Stalin o'rtasida imzolangan Xitoy shartnomasining vaqti o'tganligini Jungo hukumatiga kommunist hukumat emas, avval Tayvan siz e'tirof qilishingiz kerak.